Amerika Qo'shma Shtatlari Shimoliy Amerikada joylashgan bo'lib, 50 ta shtatdan iborat federal davlatdir. Poytaxti Washington, Kolumbiya okrugi siyosiy markaz hisoblanadi. AQSh Kanada va Meksika bilan chegaradosh. Shimolda Shimoliy Muz okeani, janubda esa Meksika ko'rfazi va Tinch okeani bilan o'ralgan. Bu yerda neft, gaz va ko'mir kabi tabiiy boy resurslar mavjud. Missisipi daryosi mamlakatni ikkiga bo'lib turadi. Buyuk ko'llar tizimi esa ichki suv yo'llarining asosiy qismidir. Kordillera tog'lari va Denali cho'qqisi tabiiy go'zallik va turli iqlimlarni ta'minlaydi. New York, Los Angeles va Chicago AQShning eng yirik va iqtisodiy markazlari hisoblanadi. Bu shaharlar sanoat, moliya va madaniyat sohalarida yetakchi hisoblanadi. Bos va Chips megapolislarining ahamiyati katta. AQShda rivojlangan transport tizimi mavjud. Transkontinental temir yo'llar, keng magistrallar va yirik aeroportlar, jumladan Atlanta aeroporti mavjud. Florida, Kaliforniya va Gavayi turizmi mamlakatning mashhur sayyohlik yo'nalishlaridir. AQSh dunyoning eng yirik iqtisodiy qudratlaridan biri bo'lib, global savdo va sanoatda yetakchi rol o'ynaydi. Ushbu roligimizni AQSh dunyoning eng qudratli davlatlaridan biri degan xulosa bilan yakunlaymiz.